Herbalife Nutritivo va jahon futbol afsonasi Cristiano Ronaldo yangi avlod T7 Drive gipotonik ichimligini birgalikda ishlab chiqishdi. T7 Drive suv yo'qotadigan holatlarda tanamizning suv va tuz muvozanatini tiklaydi va energiya beradi. Ichimlik uglevodlardan energiya oladi va terlash natijasida yuzaga keladigan magniy, kaliy, natriy elektrolitlarning yo'qolishini to'ldiradi. Bundan tashqari B vitaminlari tufayli T7 Drive tanamizning samarali metabolizmiga hissa qo'shadi. Shuni ta'kidlash muhimki, T7 Drive bu gipotonik ichimlik. U inson tanasidagi suyuqliklardan past konsentratsiyada uglevodlar va elektrolitlarni oz ichiga oladi va suvdan tezroq soriladi. Shuning uchun u eng tez suv qabul qilinishi kerak bo'lgan vaziyatlarda eng tez singib ketadi. T7 Drive faol hayot tarziga ega odamlar uchun ichimlikdir. Bu ichimlik sport natijalarini yuqori darajada ta'minlashda va har kuni tananing suv muvozanatini sifatli tiklashda yordam beradi. Siz Olimpiada medalini qo'lga kiritishni maqsad qilyapsiz yoki bu sizning birinchi marta mashg'ulotga kelishingiz bo'lishi mumkin. Yoki shunchaki do'stlaringiz bilan faol dam olish kunini o'tkazishga yoki plyajda quyoshda dam olishga qaror qilgandasiz. Energiyali his qilish va suv tuz muvozanatini vaqtida to'ldirish uchun T7 Drive ichimligidan foydalaning. Va sen har doim ajoyib holatda va kayfiyatda bo'lasan.